İmtahan sualingizga davlat atisi kim deb savol tushgan bo'lsa, balkim siz ikkilanmasdan rais Maozdong deb javob berishingiz mumkin. Lekin javobi undaq emas. Jungoning davlat atisi bo'lsa, dal Sun Zhongshan apandi. Nima uchun faqat Sun Zhongshan apandilar davlat atisi deb atiladi? Salom ko'pchilik, men Kichik Kraus. Bugun bu haqda ikki qiz paranglashimiz. Sun Zhongshan 1866-yili 11-oyning 12-kuni tug'ilib, 1925-yili 3-oyning 12-kuni vafot bo'lgan. İsmi Wen, taxallusi Yishan, Guangdong Shangshandan, Jungo Demokratik inqilobining ulug' boshlamchisi. U yosh vaqtida chet ellarda ilm tahsil qilib, doktorlikni tashlab harbiy safga qatnashib, vatanni qutqizish ustida izlangan. 1894-yili Junxoyni qurgan, 1905-yili Tongmonxuyni qurib, uch maslakni tashabbus qilgan. Xinxay inqilobiga rahbarlik qilib, Qing sulolasini ag'dirib tashlagan. 1912-yili Junxo Mingoning vaqtlik Zongtong bo'lgan. Keyin ikkinchi qatimliq inqilob qonunni qo'g'dash harakatini qo'zg'agan. 1924-yili Kuomintangni o'zgartib tashkillab, tunji qatimliq Kuomintang kompartiya hamkorligini ilgari surgan. Shu yili shimolga yurish qilib, vatan ustida izlangan. 1925-yili Beijingda kasal sababidan vafot bo'lib, umr bo'yi millatning mustaqilligi va jumhuriyat ishlari uchun kuch chiqargan. Sun Zhongshan apandi Kommunistik partiya va Kuomintang partiyasi birla vaqtda e'tirof qilgan zot. O Qing sulolasi tarafidan 16 yil tutish buyruq chiqarilib, yarim umr chet elda sargardon bo'lib yurgan. İlgari necha qatim planlab yo'lga qo'ygan qurolli qo'zg'olon mag'lub bo'lib, oxiri alan deganda Xinxay inqilobi g'alaba qilib natijaga erishganda, g'alaba natijasini Yuanshga egallab olgan. Ayni vaqtda Qing sulolasiga qarshi inqilobiy kuchlar ichida botir azmatlar kam emas edi. Amaliy kuch jihatda Huangshingning qo'lida 300 mingdan ortiq qo'shin bor edi. U Mingoning g'olliq jang boshlamchisiga aylangan. Uningdan boshqa nurg'un dangliq shaxslar barliqqa kelgan. Botir azmatlar yetishib chiqqan. Nurg'un vatanparvar zotlar va dangliq shaxslar feodallik jamiyatni ag'dirib tashlash uchun nurg'un kurashlarni qilgan. Lekin nima uchun faqat Sun Zhongshanlar davlat atisi deb atiladi? Uning qo'lida azaldan harbiy huquq bo'lib boqmagan. Lekin shundoq bo'lsa-mu, militaristlarni xotirjam uxlatmagan. Yanchuqida mablag' bo'lmasa-mu, chet eldagi nurg'un Jungo muhojirlarini safarbarlikka keltirib, inqilob uchun xatarga tavakkul qilib mablag' to'plagan. Qing sulolasi hukumati tarafidan birinchi nomorliq tutish buyruqi chiqarilgan jinoyatchiga aylanib qolgan. Qing sulolasi hukumati Sun Zhongshan apandi borganligi chet el barliq hukumat aparatlari bilan aloqalashib, Sun Zhongshan apandini tutish harakatini qanot yaydirgan. Lekin shu joydagi jongoliq muhojirlarning yordami bilan ko'p qatim Qing hukumatining zankashligidan qutulib qolgan. Hatto ba'zi vaqtlarda Qing hukumatining chet ellardagi besim orqali puttasab turg'udak joymi chiqmagan. 1894-yili Sun Zhongshan apandi chet eldan o'zining vatanni qutqizish tashabbusini elib, Tianjinga kelgan. Divan begi Li Hongjiang islohot orqali davlatni qutqizish harakatiga yordam berish to'g'risida Sun Zhongshan apandiga va'da bergan. Lekin Sun Zhongshan apandi Tianjinga kelganda Li Hongjiangning qarshisi ko'rinmagan. 1895-yildan 1911-yilgacha ilgari qiyin bo'lib 10 qatim qurolli inqilob elib berilgan. Lekin hech qaysi utuqliq bo'lmagan. Eng oxirida Nanchang qo'zg'ini g'alaba qilgandan keyin Sun Zhongshan apandi Mingo hukumatining vaqtliq zongtongligiga saylangan. Lekin bu g'alaba mevasi Yuanshkayning qo'liga o'tib ketib, istiqbo berishga majbur bo'lgan. Sun Zhongshan apandi Qing hukumatini ag'dirib tashlab, feodallik jamiyatini yo'qotish uchun chet elda nurg'un joylarga berib nutq so'zlash elib borgan hamda Jungo muhojirlarini ittifoqlashib, yangi Jungo qurishga yetaklagan. U Rossiya va Kompartiya bilan birlashib, ishchi dehqonlarga yordam berish qatorliq 3 chong siyosatni o'tirib qo'ygan. Sun Zhongshan apandi g'oyat zo'r besimga bardashlik berib, Huangpu harbiy maktabini qurgan. Kuomintang hukumatidagi ba'zi pasif kuchlar biz koni inqilobchi deb o'ziga tamanno qo'yib, kommunistik partiyaga qarshi muqom tavlayotganda, aksicha Sun Zhongshan apandi kommunistik partiya bilan birlashish, tashqi dushmanga qarshi turish siyosatini kuchayib ta'kidlagan. Sun Zhongshan apandi hatto inqilobni qo'llab, inqilobga mablag' to'plash uchun hatto o'zining tamoq yeydigan pulini qisqan. Ba'zilar hatto uylarini sotib Qing sulolasi necha qatim nurg'un in'om berish usuli orqali Sun Zhongshan apandini tutish buyruq chiqargan. Sun Zhongshan apandi o'zining ismini o'zgartib, nurg'un qatim yoshirin suiqasddan qutulib qolgan. Sun Zhongshan apandi chet eldagi vaqtida inqilobni kengaytirish va qo'llash, taraqqiy qildirish uchun ko'p qatim chet eldan qarz olish planini o'tirg'a qo'ygan. Lekin Qing sulolasi hukumatining ostirdan buzg'unchilik qilish sababi bilan qarz olish plani amalga oshmagan. U boshda Jungo Qo'shma Shtatlar hukumati qurishni tashabbus qilgan. U har qaysi joylarga chepib berib 8 million shangang puli iyona to'plagan. Bu pul hozirgi xalq pulida 100 million yuanga keladi. U Kuomintang hokimiyatini qurgan harbiy maktabda kommunistlarning kelib o'qishga yo'l qo'ygan. U inqilobga ketadigan xarajatni tejash uchun hatto o'ziga kostyum burulka setib olishga ko'z qiymagan. Sun Zhongshan apandi garchi yangi Jungoning inqilob ishlari uchun jaboliq kurash qilib, yangi Jungoning parlaq natijalarini oxirigacha ko'rolmagan bo'lsa-mu, uning to'pisi va to'lagan badallari Jungo xalqi tarafidan mangu unutilmaydi. Sun Zhongshan apandi har bir jungolikning qalbida mangu hayot.
Junxua o'g'il qizlari Sunjongshan әпәндini мәңгү əsləйdi. Bugünkü parığımız mushu yerdə tamam. Əsər yarğan bolsa meni qoşuveling. Yaxşı məzmunlar davamlıq ba.